Salom do'stlar, sizlar bilan Rich YouTube. Bugun do'stlar yangi sabitga kelibdi, mana emotsiya. Qimirladigan emotsiya ekan bolalar. Mana shu emotsiyani olamiz bolalar. Qani ketdik. Emotsiyani olishni o'rgataman bolalar sizlarga. Mana tadbirlar degan joyga bosasizlar. Tadbirlardan pastroqqa tushib bolalar. Shunday o'tib 3.9 mana bolalar. Yangilanish deb yozibdi. Ana shunga o'tasizlar. Mana o'zi qimirladigan emotsiya bu bolalar. Mana kirishni bosasizlar. Rich YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Yani chiqadi. Men bajarib emotsiyalarni olib bo'lganman bolalar mana. Mana bu yerdan ham sabitiyasini olib bo'lganman. Xo'sh bolalar. Sizlar o'zi nima qilasizlar aytaymi? Birinchi o'rinda xo'sh. Mana shu yerda birinchi, ikkinchi ishora. Mana birinchi, ikkinchi ishora, uchinchi pastroqqa tushsanglar, to'rtinchisi ham bor. Ana shu to'rtinchisini rivojini yetkazib olish o'yinida jami 50 daqiqa vaqt sarflang. Mana men yakunlangan. Men qilib o'rgan. Birinchisini yakunlaysizlar 50 daqiqa Livikmi Erangel kartasida o'ynab yakunlaysizlar. Ikkinchisi kelsak, bunda ham mana ikkinchisiga mana bu yerda mana o'yinda jami 50 daqiqa vaqt sarflang. Vaqt sarflagandan keyin bosasizlar olishdi. Sizlarga mana tangacha beradi mana. Tangacha bergan ekan bolalar. Mana bu yerda. Tangacha beradi. Tangachani olib, mana sog'achani ustiga bosasizlar. Sog'achadan bitta case beradi. Vaqtli emotsiya gecha va oxirida mana bu 4-ishorani 50 daqiqa vaqt sarflab nima desam, Erangel kartasida o'ynab chiqsanglar 50 daqiqa o'yin vaqt sarflasanglar, shuni tangacha beradi yana mana bu yerdan. Keyin oxirgi emotsiyani olasizlar, bolalar. Va qimirladigan emotsiya.